Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun globallashuv asoslari fanidan globallashuv asoslari fanining predmeti, obyekti, maqsadi, vazifalari mavzusida tayyorlangan taqdimot ishimiz bilan sizlar bilan yaqindan tanishamiz. Bugungi globallashuv asoslari mavzusining rejasi quyidagicha 5 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz globallashuv tushunchasining mohiyati, keyingi rejamiz globallashuvning asosiy xususiyatlari va namoyon bo'lish yo'llari, keyingisi globallashuv amalga oshirishning turli xil vositalari, 4-chi rejamiz globallashuv to'lqinlari, davrlari va oxirgi 5-chi rejamiz globallashuv universallashuv jarayoni sifatida deb nomlanadi. Bugungi mavzumiz kirish bilan birinchi prezident Islom Abdullayevich Karimov so'zlari bilan boshlaymiz. Globallashuv bu avvalo hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir degan. Globallashuv haqida gapirganda bu atama bugungi kunda ilmiy, falsafiy, hayotiy tushuncha sifatida juda keng ma'noni anglatishini ta'kidlash lozim. Umumiy nuqtai nazardan qaraganda bu jarayon mutlaqo yangicha ma'no mazmundagi xo'jalik, ijtimoiy, siyosiy, tabiiy, biologik global muhitning shakllanishini va shu bilan birga mavjud milliy va mintaqaviy muammolarning jahon miqyosidagi muammolarga aylanib borishini ifoda etmoqda. Hozirgi globallashuv jarayonlarining ilk nishonlariga 15-asrlar oxirlaridan boshlab duch kelish mumkin. 19-asr boshiga kelib esa u amalda real shakl shamoil kasb etdi. Bu pirovardida yagona geografik, ma'lum darajada esa iqtisodiy va siyosiy maydon shakllanishiga olib kelgan buyuk geografik kashfiyotlar yuz bergan davrga to'g'ri keladi. Ayni shu davrda dunyoni tushunishga nisbatan geosentrik yondashuvlar geliosentrik yondashuvlarga o'rin bo'shatdi. Insoniyat esa nihoyat kun va tunning almashishini to'g'ri tahlil qilishga muvaffaq bo'ldi. Fan falsafadan ajralib chiqib bilimlar to'planishi va texnikaning rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Fan, texnika taraqqiyoti va sanoat inqilobi yuz berishiga sabab bo'ldi. So'nggi zikr etilgan voqealar pirovard natijada insonning tabiatni o'zgartiruvchi imkoniyatlari va uning atrof muhit bilan munosabatini butunlay o'zgartirdi. Yer kurrasi shar, ya'ni globus ko'rinishida ekanligini nazariy va amaliy jihatdan isbotlab, insoniyat o'z tarixida birinchi bo'lib savdo sotiq sohasida dunyo darajasiga chiqdilar va dunyo miqyosida xalqaro munosabatga asos soldilar. Ayni shu davrda ilk transmilliy savdo kompaniyalari vujudga keldi. Endi esa globallashuv so'zini tub mohiyati, ma'nosi qaysi so'zdan olingani haqida qisqacha sizlar bilan gaplashib olamiz. Globallashuv bu globalizatsiya, ya'ni lotincha glob so'zidan olingan bo'lib, aynan uni dumaloqlashuv, kurralashuv deb tarjima qilish mumkin. Yer sharining, yer kurrasining fan, texnika yutuqlari tufayli insoniyat ixtiyoridagi xuddi bir butun sharga, kurraga aylanishini tushuntirish uchun ishlatiladi. Global tushunchasi lug'aviy ma'nosi nuqtai nazardan fransuz tilida umumiy, lotin tilida esa globus, yer shari ma'nolarini bildiradi. Demak, globalizm tushunchasi ana shu ikki ma'noda ham bevosita insoniyat hayoti va taqdiri bilan bog'liq bo'lgan katta muammolarni, sayyoraviy, dunyoviy muammolarni, global taraqqiyot istiqbollarini o'ziga qamrab oladi. Globallashuv atamasi birinchi bor 1960-yil Giddens tomonidan foydalangan. Bu atama 20-asrning 90-yillariga kelib deyarli foydalanilmagan. 1985-yilga kelib esa amerikalik sotsiolog Robertson globallashuv atamasiga tushuncha bergan. Globalizatsiya atamasi ma'nosi, konsepsiyasi 1990-yilning yarmida amerikalik olim Charles Tass Russell tomonidan to'liq ochib berilgan. Globallashuv atamasi dastlab amerikalik olim Levitt tomonidan 1983-yili Harvard Business Review jurnalida chop qilingan maqolasida qo'llanilgan. Levitt yirik transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan turli tuman mahsulot bozorlarining birlashuv jarayonlarini globallashuv deb atagan. Mazkur ta'rifda globallashuv jarayonining iqtisodiy tomonlariga e'tibor berilgan. O'z davrida fransuz faylasufi René Descartes tushunchalar ma'nosini aniqlashtirishning va bu insoniyatning yarmidan adashishdan saqlaydi deb yozgan edi. Ayni shu ma'noda dastlab biz globallashuv tushunchasining istilohiy ma'nosini izlohlashga harakat qilamiz.
Bu so'zga quyidagicha ta'rif berish mumkin. Globallashuv jahon xo'jaligi rivojlanishining obyektiv jarayoni bo'lib, juda ko'p ijobiy xususiyatlarga egadir. Bular asosan turli mamlakatlar xo'jaligining o'zaro aloqasi, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, ilm-fan, texnika, texnologiya yutuqlari almashinuvi tezlashishini hamda davlatlarning ilmiy texnikaviy taraqqiyotiga ko'maklashuvi bilan tasdiqlanadi. Globallashuv butun jahon iqtisodiy, siyosiy, madaniy integratsiya va uni unifikatsiya bir-biriga yaqinlashuv jarayonidir. Asosiy xususiyatlari xalqaro mehnat taqsimoti, kapital, ishchi kuchi va ishlab chiqarish resurslarining erkin harakati, qonunchilik, iqtisodiy, texnologik jarayonlarni standartlashtirish, shuningdek, turli mamlakatlarning madaniyatining qo'shilish va yaqinlashuvidir. Bu obyektiv jarayon bo'lib, jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi tizimli xususiyatga ega. 1970-yillardan globallashuv o'z rivojlanishining yangi bosqichiga ko'tarildi va serqira tus oldi. Dunyo miqyosidagi tahdidlar va globallashuv jarayonlari aholining keng qatlamlarini anglab yetishi, shuningdek jahon hamjamiyati va unga mos keluvchi qadriyatlarga munosabat, madaniyat, turmush tarzining shakllanishi mazkur bosqichga xos xususiyat hisoblanadi. Ayni shu davrda axborot texnologiya inqilobining rivojlanishi jadallashdi. Mif, din, falsafa, fan, ekologiya bilan bir qatorda global ong, ijtimoiy ongning yana bir shakli sifatida paydo bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mashhur hindistonlik faylasuf, prezidenti Mahatma Gandhi men uyimning darvozasi va eshiklarini doim mahkam berkitib o'tira olmayman. Chunki uyimga toza havo kirib turishi kerak. Shu bilan birga ochilgan eshik va derazalardan kirayotgan havo dovul bo'lib uyimni ag'dar-to'ntar qilib tashlashi, o'zimni esa yiqitib yuborishi istamayman degan mashhur jumlalari bu globallashuvga bergan ta'rif desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birga shu hozirgi zamonaviy kun davrimizda globallashuv bu milliy chegaralarning yo'q bo'lib ketishi degan ma'nolarni ham anglatadi. Globalistika jahon rivojlanishining eng yangi tendensiyalarini anglab yetish borasidagi ko'p sonli sa'y-harakatlar globallashuv jarayonlarining mohiyati, tendensiyalari va sabablarini, ular ta'sirida yuzaga kelayotgan global muammolarni aniqlash va bu jarayonlarning oqibatlarini anglab yetishga qaratilgan fanlararo ilmiy tadqiqotlar sohasi globalistika paydo bo'lishiga olib keldi. Kengroq ma'noda globalistika atamasi globallashuvning turli jihatlari va muammolariga oid ilmiy, falsafiy, madaniy va amaliy tadqiqotlarni, jumladan ularning olingan natijalarini, shuningdek ularni ayrim davlatlar darajasida ham, xalqaro miqyosda ham iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jabhalarda amalga joriy etish borasidagi amaliy faoliyatni ifodalash uchun qo'llaniladi. Globalistika mustaqil ilmiy yo'nalish va ijtimoiy amaliyot jabhasi sifatida 1960-yillarning oxirlaridan e'tiboran shakllana boshladi. Lekin uning paydo bo'lishi uchun obyektiv asoslar ancha oldin yuzaga kelgan edi. Globalizm va aksil globalizm, bu globallashuv tarafdorlari globalistlar va aksil globalistlar deb ataladi. Ular orasida davlat arboblari, siyosatdonlar, sanoatchi va biznesmenlar ko'proq bu globallashuv tarafdorlari hisoblanadi. Globallashuvga qarshi aksil globalistlar esa bu shunday guruhlar ham mavjud bo'lib, ular aksil globalistlar nomini olgan bo'lib, globallashuv natijasida yuzaga keladigan va kelayotgan muammolarning oqibati salbiy deb e'tirof etishadi. Bunday tashkilot uyushma harakatlariga Green, Anti-Davos kabi bir nechta anti-globalistlarni kiritish mumkin. Ular orasida ko'proq so'l kuchlar, kasaba uyushmalari va yoshlar tashkilotining vakillari ham mavjud. Jumladan amerikalik olim Friedman bu haqda shunday ta'kidlaydi: globallashuv bu sovuq urush tizimini almashtirgan yangi tizim. Keltirilgan fikrdan ko'rinib turibdiki, iqtisodiyotda kechayotgan globallashuv jamiyat, mamlakat va xalqlar hayotining barcha sohalariga o'zining ta'sirini o'tkazmoqda. Shuning bilan birga uni o'z davrida jahonni larzaga solgan va butun insoniyatga xavf tug'dirgan sovuq urush bilan tenglashtirilgan mualliflar ham bor. Haqiqatdan ham yuqorida mualliflar tomonidan ilgari surilayotgan fikrlarda globallashuvning iqtisodiyotga, siyosatga va jahon miqyosidagi jarayonlarga o'tkazayotgan ta'siri
keng qamrovli ekanligi ko'rsatib berilgan. Ayniqsa iqtisodiyotga o'tkazilgan ta'siriga asosiy e'tibor berilganligi ta'kidlash lozim. Haqiqatda ham iqtisodiyotdan manfaatdor bo'lmagan insonning o'zi yo'q. U inson hayot kechirishining moddiy asosini tashkil qiladi. Shuning uchun ham iqtisodiyotdagi globallashuv milliy ma'naviyatda ham o'z ifodasini topadi. Afsuski, yuqorida mualliflar tomonidan bildirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, globallashuvning milliy ma'naviyatga o'tkazilgan salbiy ta'siri e'tibordan chetda qoldirilmaydi. Bu jarayonda iqtisodiy globallashuv milliy ma'naviyatning globallashuvida vosita vazifasini bajaradi. Ana shu muhim jihat mualliflar e'tibordan chetda qolganligini ko'rish mumkin. Shuning bilan birga Friedmanning globallashuvning sovuq urush siyosati bilan tenglashtirilganligi zamirida ham katta ma'no bor. Haqiqatda ham u butun insoniyat, ayniqsa uning oliy qadriyatlaridan biri bo'lgan millatlar taqdiriga solayotgan tahdidini sovuq urush siyosatiga tenglashtirish mumkin. Respublikamizda ham tadqiqotchilarimiz tomonidan globallashuv jarayonini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Hali bu masalaga bag'ishlangan fundamental tadqiqotlar e'lon qilinmagan bo'lsa ham, bir qator ilmiy jihatdan pishiq bo'lgan maqolalar e'lon qilinganligini ta'kidlash lozim. Jahon axborot maydonining tobora kengayib borayotganini shunday bir sharoitda bolalarimizning ongini faqat o'rab chirmab, uni o'qima, buni o'qima, buni ko'rma, uni ko'rma deb bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o'rab olish hech shubhasiz zamonning talabi ham bizning ezgu maqsadi muammolarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Nega deganda, biz yurtimizda ochiq va erkin demokratik jamiyat qurish vazifasini o'z oldimizga qat'iy maqsad qilib qo'yganmiz va bu yo'ldan hech qachon qaytmaymiz. Globallashuv jarayonining yana bir o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta'sir o'tkazishning nihoyatda o'tkir qurolga aylanib, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilganligini sog'lom fikrlaydigan har qanday odam albatta kuzatishi muqarrar. Shunday bo'lsa ham globallashuv jarayoni ta'siri ostida bu immunni yuzaga chiqarishda har bir davlatning milliy g'oya va mafkurasi alohida ahamiyatga ega. Albatta bunda mafkura negizi vatanga muhabbat, sadoqat, ishonch tuyg'ulariga yo'g'rilgan bo'lib, ajdodlarning asriy orzusi bo'lgan tinchlik va osoyishtalik uni asrab-avaylash, mustahkamlash hamda asrlar osha davom etib kelayotgan urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, an'analarimiz kelajak avlodlarga yetib borishini ta'minlash maqsadiga qurilgan bo'lgandagina mafkuraviy immunitet yuzaga chiqadi. Globallashuvni nafaqat salbiy hodisa sifatida, balki unga qarshi turish ijtimoiy hayotdagi turli xil tabiiy ijtimoiy bog'liqliklarni inkor etishga olib kelishi mumkin. Globallashuv jarayoni mafkuralashishdan, uning maqsadlaridan xoli bo'lishi kerak. Hurmatli talabalar, shu bilan darsimiz tamom. Bu darsimiz bo'yicha foydalangan adabiyotlar Jumaniyozov Xushnud Sapayevich globallashuv asoslari o'quv qo'llanmasi hamda Saydulla Otamurodovning globallashuv va millat asarlari, shu bilan birga Prezidentimiz Shavkat Miromonovning asarlaridan va Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov asarlaridan foydalanildi. E'tiboringiz uchun rahmat.